Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanali qadrli obunachilari. Xudo xolasa, yomg'irlar yog'ishiga qaramasdan xabar oldamiz. Hozir bir akamizni, shogird akamizni Begomslarni olgan kelganmiz. Xudo xolasa, Begomslar ortilish jarayonini ish ketyapti. Bu akamizga shu o'zimiz Kaliforniya qizilgan o'ch o'lchamlardan sotgandik. Ko'rishingiz mumkin, Begomslar ortyapti. Xudo xolasa shu Begomslar tayyor bo'lib, sotuvlarga qarashing deganda, kelib xudo xolasa sotib beryapmiz Begomslarni. Mana bu yerda joylari, o'lchamlari hammasi zo'r darajada ko'payib, Begomslarni sifatli darajada tayyorlayotgan. Hozir sizlarga o'lchamlarni ko'rsatib o'tamiz. Kimda kim bahor faslida biz bilan birgalikda Begoms biznesini boshlab, keyinchalik Begomslarni muammosiz sotmoqchi bo'lsa, mana pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa, hozir mana Begomslar ortish jarayonini ulardan ko'rsatamiz. Kim qiziqayotgan bo'lsa shu biznesga, kim mana shu biznesni boshlab foyda qilmoqchi bo'lsa, daromad qilmoqchi bo'lsa, oilaviy biznesini boshlamoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, qo'ldan kelgancha tushuntiramiz. Cho'ltenlardan yoki Begomslardan xudo xolasa dehqonchiliklar uchun, biznes uchun olib borib yetkazib beramiz. Xudo xolasa dastlabkilarni ichida qilib. Mana hozir bu yerdan cho'ltenlardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Cho'ltenlarni ko'rsatishdan oldin mana Begoms ortish jarayonini ko'rsataylik. Begomslarning sifatini zo'r darajada tayyorlab elatgan akalarimiz. Hozir ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa 05 setkalarda namliklari ham o'rta holatda qilib tayyorlabdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana xudo xolasa qiziqib qilaman degan odam bemalol qilsa bo'ladi. Biznesni to'xtab qoladigan biznes emas. Keyinchalik ham mana shunaqa qilib Begomsga xaridor topilmayotganlar yoki Begoms sotolmayotganlar bo'lsa, sotib beramiz yoki mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Hozir cho'lchinlardan bitta ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, mana cho'lchinlardan bitta ko'rsatib o'tamiz degandik. Mana shunchagina joyda ochganni, cho'lchangiz ishligi vobshe zo'r ekan. Qolgan joylarda nima ochib chipdikda? Ko'rishingiz mumkin. Qancha bo'ldi mendan cho'lchang olganingizga aka? 1,5 yillar bo'lib qoldi. 1,5 yilda necha kvadrat olib boshlagandingiz? 3 kvadrat. 3 kvadrat olib boshlaganda mana hozirgi paytda 3 ta joyi bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan Begomsdan sotdik, aytib o'tganimizdek. Mana endi cho'lchaklarni ko'rishingiz mumkin. Qanaqa darajada zich bo'lgan, qanaqa darajada ko'payib ketgan. Hamma tarafi zo'r bo'lib ketdi-da. Keyinchi akaman bu yerda bitta ochib ko'rsatingchi. Bu yerlarda. Tagida yangi ekan-da ko'ngan. Yo'q, tagi. Shunda g'altaklab tashlab berdim oxir. G'altak. Ko'rishingiz mumkin mana. G'altaklab tashlab berdim. Nozlanib o'ylab o'tirmayapmiz. Mana xudo xolasa, hamma taraflama zo'r. Effekti zo'r bo'libdi-da. Avvalambor. Ko'rishingiz mumkin mana joylarini akamizni. Kimda kim qiziqib yurgan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa, Begoms, Kaliforniya qizilon o'lchang hammasi yetkazib beramiz, xudo xolasa.